Assalomu alaykum, Ziyodali aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qaysi hududda necha gektar yerda faoliyat yuritasiz? Biz Farg'ona viloyati Furqat tumanida 40 gektar yerimiz bor, paxta-g'alla. Shu yerda dehqonchilik, fermerchilik ishi bilan faoliyat yuritamiz. Bu Agropilot haqida qayerdan eshitgansiz? Qanday eshitgansiz? Run it up, check the scope, money talk, money more. Yeah, man who say they weed it, kicking down the door. Run it up, check the scope, money talk, money more. What? Man who say they weed it, kicking down the door. Let's go. And it's just the whole lane when I'm driving the machine. True vision. Agropilot haqida shu yonimizdagi fermerlar qo'ydirgan, avtopilot qo'ydirgan buyurtma qilib, shularning tavsiyasi bilan biz ham buyurtma qildik. Xudo xolasa mana yetkazib berishdi. Hozir mana ishlab jarayonlarida texnikamiz ishlayapti, yaxshi. Agropilotimizni ko'rganingizda eng katta taassurot qoldirgan narsa nima bo'ldi sizda? Shu agropilotni ko'rganimizda eng katta taassurot qoldirgan narsa shu liniyani to'g'ri olishi, tekis ekishida endi. Bizga shuni hozir samaradorligini oshishi, vaqt tejalishi, yoqilg'i tejalishi, bu taraflari bizga ma'qul kelgani uchun biz ham buyurtma qilib qo'ydirdik texnikamizga. Agropilotni, ya'ni avtopilotni olmasdan oldin ikkilagan paytlaringiz bo'ldimi? Ha, boshida ozgina o'ylandik, endi qaysi firma bilan ishlasak bo'lar ekan, kimga kasblasak bo'lar ekan deb, keyin shu so'radik, surishtirdik. Sizlar bilan ishlagan fermerlar bilan maslahatlashdik, sizlarga tavsiya berdi. Keyin shu sizlardan qo'ydirishga qaror qildik. Keyin buyurtma berib, mana qo'ydirdik. Bizning servisimiz haqida nima deysiz? Mana hozir avtopilotni buyurtma berganingizdan keyin qancha vaqtda sizga o'rnatib berishdi? Xo'p, avtopilotni buyurtma berganimizdan keyin shu bir kun ichida kelib o'rnatib berishdi. Hozir mana test jarayonlaridan o'tib, ish jarayonlarida o'zi ishlayapti. O'rganish qanday? Osonmi yoki qiyinmi? O'rganishda undaqangi muammo narsa emas ekan. Ozgina shu telefonda tushungan odamga yaxshi shuni ishlatish oson ekan, tushuntirishlar yaxshi bo'ldi, o'rgatishlar. Aytgan savollarimizga misol uchun 3 martadan ham qaytarib so'ragan joylarimiz bo'ldi. Hali biror marta yo'q deyishmadi, tushuntirib berishdi, rahmat. Kechasi avtopilot bilan ishlash imkoniyati siz uchun qanchalik muhim? Bizga shu kechasi ham ishlab tursak yaxshi, ish ko'p bo'ladi, tez bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Endi qolgan fermerlarga, mana masalan, mana shu Furqat tumanidagi yoki boshqa Farg'ona viloyati tumanlaridagi fermerlarga nima, ikkilanib yurgan fermerlarga nima degan bo'lardingiz? Tavsiya beramiz. Qo'ysin, ko'rsin, mana holatda bizda effekt yaxshi. Biz hozir yerda yarimiga borib qoladi, o'zi ish boshlaganimizga hech qancha bo'lmadi. O'tga chiqib qaytishlar tez, hali markor ko'tarib tushir deyilmaydi. Muhim hali traktorchi charchamaydi. Yerda boshiga termulib chiqib ketmaydi, shu burib solib qo'yadi, boshiga borganda bitta qaytarib qo'yadi. Shu tomonlari yaxshi. Agar qo'shni fermerlarning traktorida o'sha avtopilotni ko'rmaganingizda bugun ham o'rnatgan bo'larmidingiz? Yo'q, o'sha ko'rdik, o'zimizga ma'qul keldi. Ish effektlari, shuning uchun avtopilot zakaz qilib o'rnatdik. Rahmat sizga. Xo'p, sog' bo'lasizlar.